Nima shikoyatlaringiz bor? Boshimni ko'p orqaga tashlaydi. Ko'p orqaga tashladi, yana-chi? Mana shu bo'yinchasi sezilmasda. Bir tomon ko'p qarashi bor. Xo'sh. Inchiqda. Tug'ilishlar qanday bo'lgan? Yarim soatda tug'ilgan ekan. Tug'ilishda qiynalmaganmi, yo'lda qolmaganmi, qisilmaganmi? Unchalik emas. Yo'q. Birgitlik bor. O'zini bermaydi mana. Bonuslari balandligi uchun. Yaxshi. Yaxshi. Oyoqlaringiz yaxshi. Qo'lingiz ko'pdan paratrofiya bo'laysiz. Hoppa. Yo'q. Oyisi, bunchaning davlasi yo'q. Mana mushak, inson mushaklari tonusdagi birgitligi baland bo'lganligi uchun o'rtadan qarab tortilyapti bu. Tushundingizmi? Yo'qqa tortilib shuniki. Bu chertning davlaniki emas bu. Tushundingizmi? Chertning davlasi bo'lsa, bu liqildoq ishgan bo'lishi kerak. Hozir ishmagan liqildoqlaringiz. Tushundingizmi? Fantaziyani o'qish bo'lishi kerak. Bir marta ketishmay beriladi. Bir marta qusish bizga chertni belgilab bermaydi bu. Tushundingizmi? Bu har emgandan keyin fantaziyani o'qish bo'lsa, mana shu o'zim shuniki deb. Tushundingizmi? Emishdan boshlatish kerak, agar boshda bosim baland bo'lsa agar. Tushundingizmi? Unaqa holatlar ham yo'q. Tushundingizmi? Bu ichaklarni disfunksiyasi hisobiga qusish bo'lishi mumkin bir marta ikki marta. Tushundingizmi?